emotsiyani ko'rsangiz, shunaqa xursand bo'lib ketishadi. Shartnomani bekor qilish darajasiga yetgan. O'quvchidan birinchi talab qiladigan narsamiz hammamizni qiynayotgan mavzulardan biri ham shu bo'lsa kerak. Assalomu alaykum Sohib opa. Bugun siz bilan o'quvchilarni nima sababdan telefondan uzoqlashtirish kerakligi haqida suhbatlashmoqchimiz. Shu borada sizga bir nechta savollarimiz bor. Birinchi savolimiz: telefonda o'quvchilarga salbiy ta'siri nimada? Bu dars jarayonida yoki kundalik hayotlarda qanday seziladi? Rahmat Muhammad Umar. Juda ham bugungi kundagi dolzarb mavzulardan deb hisoblayman. Qolaversa, hammamizni qiynayotgan mavzulardan biri ham shu bo'lsa kerak. Chunki hozirgi kunda ota-onani ham, maktab jamoasini ham, qolaversa vaqt kelib aqlli o'quvchilarni o'zini ham qiynayotgan narsa shu. Chunki bitta narsani bilaylik, biz masalan shaxsan o'zim tajribamdan kelib chiqib turib aytamanki, o'quvchilarimizda bugungi kundagi natija qilgan o'quvchilarimizni oladigan bo'lsak, aksariyat hammasi birinchi o'rinda qilgan ishlari shu telefondan uzoqlashish bo'lgan. Buni tan o'zlari ham tan olishadi. Qolgan o'quvchilarga ham shu yutuqqa erishishda birinchi sabablardan sabab qilib nimani ko'rsatasan deganimizda, ayni mana shuni sabab qilib ko'rsatishadi. Yana bitta narsa, mana hozir o'zingizga ma'lum, qabul jarayoni ketyapti. Qabul jarayonida ota-onalar tashrif buyuradi, maktab haqida ma'lumot berishim kerak bo'ladi. Ma'lumotni berib, maktabdagi tartib, intizomda tushuntirib aytayotganimda shu mavzuga alohida to'xtalib aytaman. Maktabimizda telefon ishlatish alohida nazoratga olinadi, taqiqlangan, cheklov qo'yilgan deganimda ota-onani yuzidagi aytaylik emotsiyani ko'rsangiz, shunaqa xursand bo'lib ketishadi. Gapirayotganda gapimi bo'lib, shu joyi bizga rosa yoqdi. Shunisini rosa yaxshi ish qilgan ekansizlar degan fikrlarni bildirishadi. Hayron qolamizki, ota-ona o'zi shu cheklovni bolaga oilada qo'ya olmayapti. Lekin maktabda biz bunga ma'lum bir sabablarga ko'ra qo'yapmiz. Bunga majburmiz, chunki bizga ham, ota-onaga ham natija kerak. Iloji boricha o'quvchilarimizdan biz qo'yayotgan taqiqni, ya'ni telefonga qo'yayotgan taqiqimizni jazo sifatida tushunmasliklarini so'raymiz. Ota-onadan ham, o'quvchidan ham. Bu faqatgina yaxshi bilim olishlari, ya'ni bilimsiz muhit sifatida bir vosita sifatida qabul qilishlarini so'rardikki, buni natijasi hali yaxshi bo'ladi. Tushunarli opa, katta rahmat. Yuqorida Pro Akademiya maktabidagi telefon nazorati haqida qisqacha to'xtalib o'tdingiz. Endi shu haqida batafsilroq gapirib bersangiz. Pro Akademiya maktabida telefon nazorati qanday yo'lga qo'yilgan? Tan olish kerak, telefonda bugungi kunda telefon o'quvchilar uchun ham, umuman jamiyat uchun, insonlar uchun eng kerakli vosita hisoblanadi. Foydali tomonlari ham ko'p, lekin biz shaxsan maktabda o'ziga kelgandan keyin o'quvchidan birinchi talab qiladigan narsamiz telefon ishlatmaslik. Endi turli xil sabablar bo'ladi. Ota-ona bog'lanib turishim kerak deydi, qat'iyligini bilishim kerak deydi, dars mashg'ulotlarimiz vaqti uzoqligi uchun kech qolib ketadi, aloqaga chiqishim kerak deydi. Shuning uchun biz alohida maktabda shkaflar tashkil qilganmiz, shunaqa tartibda ishlaymiz. O'quvchi keladi, qaysi yo'nalishda o'qishdan qat'iy nazar telefonlarni qabulxonaga topshirib kiradi. Dars jarayonidan keyin ketayotganda telefonni olib qaytadi. Orada ham chiqib haligi foydalanishga, boshqa qilishga ruxsat bermaymiz. Tanaffuslarda boshqada ham iloji boricha maktab hududini telefondan xoli hududga aylantirishga harakat qilamiz. Lekin yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Ingliz tili yo'nalishimizdagi o'quvchilarimizga bu narsa o'qituvchi nazoratida ishlatishga ruxsat berilgan. Buni ham cheklay olmaymiz, chunki telefonda albatta zararli tomonlaridan aytib o'tishdan oldin foydali tomonlarini ham aytib o'tishga majburmiz. Buni inkor qila olmaymiz, chunki haqiqatdan ham ingliz tili yo'nalishimizda bundan foydalanishlariga to'g'ri keladi. Bu albatta ustozning nazorati bilan bo'ladi. Juda yaxshi, katta rahmat opa. O'zingiz aytganingizdek, telefonlar ham bor. Endi umumiy hayotda, ya'ni uyda, ko'chada va kundalik turmushda o'quvchilar telefondan qanday foydalanishlari kerak? Shu borada o'quvchilar uchun qanday tavsiyalar berasiz?
mana har bitta narsani o'zini ishlatish vaqti bo'ladi, payti bo'ladi yoki bo'lmasam o'rni deymizmi, hamda nima maqsadda ishlatilayotgan maqsadi bo'ladi. Agar biz telefonni nazorat qilmasak, telefon ishlatishni maktabimizda nazorat qilmasak, bolalarda o'quv jarayoniga ham, tarbiyasiga ham bu albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buni bizni bugungi kunda nafaqat bizni, balki butun maktab o'quv muassasalaridagi bu jarayonda hammamizga ma'lum. Endi hozir biz aytayotgan jarayonda o'quvchilarga iloji boricha madaniyat degan narsa bor. Telefon ishlatish madaniyatini singdirishimiz kerak. Bu narsa albatta nafaqat o'quv muassasasi, balki oiladan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki biz shu narsani doimiy nazorat qila olmaymizda o'quvchini. Iloji boricha o'quvchiga qayerda, qay maqsadda, nima qaysi jarayonda ishlatilayotganini bilib, aniq maqsad sari ishlatsa telefonni, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. U hamki haligi foydasi bormi? Bu narsani bilish kerak-da o'quvchi. Menga foydalimi, foydasizmi? Lekin yana bitta narsani bilamiz, o'quvchilarning o'zlari telefondan foydalanayotgan paytda ish jarayonida bo'ladi bu narsa. Bekitib ishlatadiganlar bo'lib qoladi telefonni yoki bo'lmasam olib chiqib ketib qanaqadir bir holatlar yotoqxonada, masalan biz yotoqxonamiz ham bor, yotoqxonada ishlatish mumkin emas. Shunaqa holatlarda, ayrim holatlarda shunaqa holat bo'lib qolsa, o'quvchidan telefonni olib qo'yamiz. Buni ota-ona biladi, ota-ona ogohlantirilgan. Shunaqa jarayonlarda hayron qolamanki, o'quvchining holati. Ishonasizmi? Shu darajada telefonga mukkasidan ketganki, holbuki telefon uni hayot mamoti. Telefonni bermasangiz, u uzr, bizda hattoki shu telefonlar orqasidan shartnomani bekor qilish darajasiga yetganmiz. Ya'ni maktabdan chetlatganmiz. Chunki bizni tartib, intizom, qoidaga bo'ysunmaganliklari uchun telefonda noto'g'ri ishlatayotganligi, noto'g'ri maqsadda, noto'g'ri vaqtda, noto'g'ri o'rinda ishlatayotganligi uchun hattoki maktabdan chetlatish holatlari bo'lgan. Bu holatlarga jiddiy qaraymizda, kelgan ota-onani iloji boricha mana shu jarayon bilan, mana shu holatlar bilan tanishtirib, aytib, ogohlantirib o'tamizki, ertaga shu o'quvchi bilan ham shunaqa holat bo'lib qolmasligi. Biz doimiy har bitta o'quvchini bitta nazorat qilib yura olmasligimiz mumkin. Iloji boricha o'quvchilarga shunaqa narsani singdiramizki, biz qo'yayotgan maktabdagi har bitta taqiq ularni ma'lum bir kelajakdagi maqsadlariga xizmat qiladi. Har bir vositaning o'z vaqti, o'rni, maqsadi bo'lishi kerak. Hurmatli o'quvchi, siz xohlagan payt telefonni sotib olishingiz mumkin. Lekin siz o'zingiz xohlagan payt boy berilgan bilimingiz, boy berilgan vaqtingizni topa olmaysiz. Shuning uchun siz uchun berilgan imkoniyatlardan, siz uchun yaratilgan sharoitlardan to'g'ri foydalaning.